Ijtimoiy tarmoqlarda Xonsaroy asoschisi va uning hozirgi ayoli Sitora Farmonova butun dunyoni sayohat qilib, u videolarini ijtimoiy tarmoqlarga joylab yurgan bir vaqtda Xonsaroy mijozlarning pullarini qaytarib bera olmayapti. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta videolar paydo bo'lmoqda va bugun ham biz sizga bu videolardan birini havola etamiz. Yozganlarim hech qaysiga aytib yo'q. Ular bermaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shartnomani bekor qilish bo'yicha telefon qilib, ular beringlar menga. Men 3 minutdan beri kutyapman. Gaplashyapti, ustiga tushib qolishimiz mumkin. Hozirgina bittasini ular. Sizlar menga telefon qilyapsizlar. Harakat qilyapmiz. O'tirib turing, kutib. Bo'yicha telefon qilyapman. Hozir opajon, aloqaga qo'yib turing, ular beraman. Xo'p, unisiga ham xo'p dedik. Ular oldindan ogohlantirmandi, shu proyekt to'xtatilganini bizga aytmaganiga ham xo'p dedik. Ma'lumot bordim 15-yanvar kuni 2026-yil 15-yanvar kuni boribman, shartnomani bekor qildirib keldim. Ofisga borgan paytim hamma o'sha ofis ichida o'tirganlar 90 ish bankunda sizni pulingizni polni hech qanaqa jarimasiz qaytarib beramiz, chunki ayb bizda bo'lgan-ku, shuning sizlarga pullaringizni qaytarib beramiz deb aytishdi. Mana 90 bank ish kun deb yozilgan. Mana shu ham 15-yanvardan hozirgacha hisoblab chiqsalaringiz agar 97 ish bank kun bo'ldi. Bu degani 7 kun o'tib ketdi degani. Prosta menga alam qiladigan narsasi, birinchidan ularning boshida o'sha Shirin hayot loyihasi to'xtatilganini ham menga bir og'iz aytishmagan. Itak men bunaqa odamlarni aldab 90 kunga emas, undan ortiq yana bir 2-3 oy kutib yurishini aytmadi dedi. Shunda men hayron bo'ldim. Nimaga odamlarga o'sha qurilish to'xtatilgan kuni aytmagan, telefon qilib yoki Instagram sahifasiga qo'yib, nimaga odamlarga aytmagan? Chunki nima bo'ladi? Reytingi tushib ketadi, ilib bo'lmasam yangi qurilayotgan uylar bor, shu uylarni hech kim olmay qo'yadi, internetda shov-shuv bo'lib ketadi deb odamlarga aytilmagan bu gap. O'zi bilgan odamlar borib sekin-sekin shartnomani bekor qildirib kelgan o'sha payt. Xullas o'rtalamanda bilasizlar, hozir menda polni uy problemasi bo'lib yotibdi. Pulimni qaytarib berish kerak. Shu haqida istorimni to'liq ma'lumot berib, gapirib o'tmoqchiman. Agar qiziq bo'lsa, istorimni ko'ringlar. 2025-yil 31-iyul kuni men Toshkentga borib, Xonsaroyda ofisiga borib, Bektemirda qurilayotgan Shirin hayot loyihasidan uy olganman. Uyga mana boshlang'ich to'lovlarimni, hamma narsamni cheklarigacha turibdi. Xullas, bu orada men shartnoma bekor qilishimga sabab bo'lgan narsani hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xullas, menga shunaqa gaplar yetib kelib, prokuraturadan telefon bo'ldi menga. Xullas, ularda Shirin hayot loyihasida problema bo'lyapti. Siz borib отказ qildirib keling dedi. Men bu narsaga ishonganim yo'q. Yuraverdim, kreditimni to'lab yuraverdim. Tipa juda ko'pchilik menga ahmoq qilib telefon qiladi, shuni hisobiga men bilganim yo'q, yuraverdim. Bu narsani menimcha primерно dekabr oylarida menga telefon qildi prokuraturadan. Men bu narsaga ishonganim yo'q edim. Pulni dalish to'lab yuraverganman. Bu telefon qilganlardan keyin boshida ishonmadim. Keyin lekin baribir ichimda shubha bo'ldi. Shuning uchun men Xonsaroyga telefon qildim. Shu qurilishlaringiz to'xtatilibdi, shu gap rostmi desam, ha, rost dedi. Shunda men hayron bo'ldim. Nimaga odamlarga o'sha qurilish to'xtatilgan kuni aytmagan, telefon qilib yoki Instagram sahifasiga qo'yib, nimaga odamlarga aytmagan? Chunki nima bo'ladi? Reytingi tushib ketadi, ilib bo'lmasam yangi qurilayotgan uylar bor, shu uylarni hech kim olmay qo'yadi, internetda shov-shuv bo'lib ketadi deb odamlarga aytilmagan bu gap. O'zi bilgan odamlar borib sekin-sekin shartnomani bekor qildirib kelgan o'sha payt. Xo'p, unisiga ham xo'p dedik. Ular oldindan ogohlantirmandi, shu proyekt to'xtatilganini bizga aytmaganiga ham xo'p dedik. Ma'lumot bordim 15-yanvar kuni 2026-yil 15-yanvar kuni boribman, shartnomani bekor qildirib keldim. Ofisga borgan paytim hamma o'sha ofis ichida o'tirganlar 90 ish bankunda sizni pulingizni
polni hech qanaqa jarimasiz qaytarib beramiz, chunki ayb bizada bo'lgan-ku, shuning uchun sizlarga pullaringizni qaytarib beramiz deb aytishdi. Mana 90 bank ish kun deb yozilgan. Mana shu yerda ham 15-yanvardan hozirgacha hisoblab chiqsalaringiz agar 97 ish bank kun bo'ldi. Bu degani 7 kun o'tib ketdi degani. Prosta menga alam qiladigan narsasi, birinchidan olamaning boshida o'sha shirin hayot loyihasi to'xtatilganini ham menga bir og'iz aytishmagan. Itak mana bunaqa odamlarni aldab 90 kunga emas, undan ortiq yana bir 2-3 oy kutib yurishini aytma. Xullas sizlarga maslahatim, hech qachon korobka uy olaman deb yoki qurilishi aniq bo'lmagan uyga pul sarflab, pul tikib yurmanglar. Chunki menga o'xshabki, mana yurasizlar, telefon qilsalaringiz, ularning sassiq gapini eshitib o'tirasizlar. Bir normalni sizlarga javob berishmaydi, telefonlaringizni ko'tarishmaydi, yozganlaringiz o'qimaydi, tayinli javob ololmaysizlar. Ishlaringiz nima bilan tugaydi? Sud bilan tugaydi oxiri. Man уже 90 ish bank kunlariz bu degani 4 hafta deganida. Уже 4 hafta emas, uzr 5 oy degani. 5 oy почти. 5 oydan beri yuribman. Endi o'zlaringiz tasarruf ko'ringlar, hali tayyor bo'lmagan narsaga pul tikish qanaqa bo'ladi odamga. To'g'ri, men 5 xonalik, 6 xonalik uyga to'la o'qiganim yo'q, 3 xonalik, 1 xonalik o'zim yashashim uchun nimadirda orzu qilib uyolganman, boshlang'ich to'lov bilanmi yo boshqami, men shu uyni xarid qilganman. Prosta shuncha yiqqan pulim, boshqa narsalarga ichim achigani uchun sizlarga shu narsani tavsiya qilyapman. Qurilishi aniq bo'lmagan korobka uylarga pul tikib o'zlaringiz o'g'ri qilmanglar. To'g'risi, agar o'shalar insof bo'lsa, shuncha videomni ko'rishadi, fake akkauntdanmi, yoki bo'lmasam o'zining akkauntidanmi, insof bo'lsa agar, уже men 97 kun ish bank o'tib ketdi. Pulimni tashlab berishadi. Ili bo'lmasam ertaga ham telefon qilib ko'raman. Ularga farqi yo'qligini aytdim. Ustlaringizdan yozib berish kerakmi desam, bilganingizni qiling, qo'lingizdan kelganini qiling deb menga shunaqa muomala qilishdi. Shunaqa gaplar. Hozir ichimdagilarni sizlarga gapirib bera olmadim. Prosta ko'pchilik meni kommentariyamga yozsa, mashina olsangiz bo'lmaydimi? Unaqa bunaqa deb yozishadi menga. Men mashinani emas, uyni birinchi o'ringa qo'yganman. O'zim shaxsiy uyim bo'lishini xohlaganman. Hamma pulimni uyga tikkanman. O'zim 20 yoshimda o'zim shaxsiy uyim bo'lishini xohlaganman. Afsuski, bu orzum uzoqqa cho'zilmadi. Shuning uchun hozircha sabr qilamiz. Если что, pulim tashlab bersa, istoriyaga albatta обязательно sizlarga aytib o'taman. Itak pulni to'liq tashlab beramiz deyishgan. Menga 1,9 million pul tashlab berishgan. Keyin shu bilan yo'q, darak yo'q. Shu xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xonsaroyda aytmayotgan qilib videolarni tarqatib qo'yinglar, пожалуйста.